Iso alayhissalom qavmini yo'ldan ozdirish uchun vazirning boshqa makr o'ylab topgani. Yangi makr o'ylab vazir, shum, hiylakor, qo'ydi va'zin, qildi xilvat ixtiyor. Sochda shavq o'tin muridlar qalbiga, kirdi 40-50 kun uzlat qa'riga. Bo'ldi el devona butkul shavqidan, holu qol hajrini bilmoq zavqidan. Nola ohaylab muridlar qoldi lol, bo'ldi xilvatda vazirning qaddi dol. Derdilar, nur endi bizlarga qahat, hassakashsiz ne kechar ko'r holi ayt. Qil xudo haqqi karam rahming ato, qilma ortiq bizni sen o'zdan judo. Biz go'dakmiz, doyadirsan mehribon, boshimiz ustinda sensan soyabon. Dedi, yorlardan emas jonim yiroq, yuzga chiqmoq izni yo'q menda biroq. Har amir qilmish shafoatdan umid, aylamish o'zni malomat har murid. Oh bu ne baxti qarolik ey karim, bo'lmasang dilsiz va dinsizmiz yetim. Sen bahona topding ortar dardimiz, dilni o'rtar chekkan ohi sardimiz. Xush kalomingni sevib qolgan edik, hikmatingdan sut ichib qongan edik. Allah Allah qilmagin bizga jafo, ertamas qilgin bugun xayring ato. Senga dil bergan bu bedillar nechuk ayrilib sendan bo'la olsin yetuk. Qoldi qirg'oqda baliqday ushbu kez, buz ariqlar bandini, och suvni tez. Bul zamonda sen kabi zot qoldi kam, Allah Allah dodimizga yet budam.